Hocam ananın çoğunluğunu. Bekzadlar bilyat kurbi deydi. Asayip tülgüleştiği dağıttığı. Portkanığı aya başlatıp gördüğü. O dağıtın o portkanığı tülgüde pulusu yok onun ki. İşte şarıydın başka. Kuankanı nereye rakıtıp ki kunay. Onu urup. Kuğalım yok işte vakti türde mi? Ben portkanığı kırpak acıma şart faaliyeti var da öttü. Toz mu yapmaz kana kılgın bu Sen aklın boyuna doktorun önemi. Kulun sulayırsan Kapı, onu tutuyorsan kapı. taş. Oyna. Oynaş bilmeyen bana bana oynamayım ey. Açın da benim olsun. O malı çıkırtmazsa. Ne demek ki? Benim şut dağıtı. Haydi. Benim şut niyede. Bort oyna. Bort oynatı. Bort oynatı yamla pulungamasa portkanığı belgili. Sen benim de başlat kadınma dağıt ne? Hoş külük hayat doyasın. Yaxşı. He. Yatakmada yaxşı şu an gidik he? Onda öz ben oynayayım keşke. Ha takslatı. Değişkilli. Ben hepsi. Yaxşı sizler tordaşlar. Avat nayimizniki Aybaq bazarıniki merkez dokmuş joylashgan Bekzodlar Birlik klubida katta bir faoliyatlarni o'rinlashtiribdi. Qanday faoliyat desanglar, 13-sizlar juma, 14-sizlar shanba, ya'ni 2 kun, 2 kunduzlik 48 soat nayimiz avvalgi birlik xumar do'stlarga haqsiz ichib o'tildi. Ham uningdan boshqa chekadigan chilim, ichadigan mineral suv qatorliqlarning hammasi haqsiz. Buni shu Bekzodlar Birlik klubiniki mas'ul bo'lgan Ayzon mush faoliyatlarni o'rinlashtiribdi. Shunga nayimiz tavsiya har qaysi birlik xumar do'stlarimizniki 13-sizlar, 14-sizlar shu Aybaq bazarimizniki markaz do'qmish joylashgan shu Bekzodlar Birlik klubiga kelib birlik o'ynag'ash har xil tomoshalardan huzurlanib ketishinglarni umid qilamiz. Mushu birlik klubiniki mas'ul bo'lgan Ayzonniki mushu faoliyat rasmi shu Ayzonning o'zini anglasak, Ayzon mush faoliyat rasmi Şu bizning tashkil xumar alag'ay do'st birodarlarning mush faoliyatdan kelib rahman bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Yana shundaqla hozir shu o'yin boshlanib qoldi. Shu barliq alag'ay do'st birodarlarning ish kitib usab ketgan bo'lsa, hammasi bizning Bekzodlar Birlik klubimizga kelib, suni haqsiz ishchib, birlikni haqsiz o'ynab, yaxshi aram olib, huzurlanib ketishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Unda bo'lsa, mushu zo'pinimizga janjal qilib, bir boshqalarga yo'llab, yulduz belgisini besib qilganlarga yana Ayzonniki yana boshqa alayda mukofotlari bor. Unda olsa erta. Yani 13-sizlar etken saat 10'da dükkanınki iş murasimini saqlaymiz.